Assalomu alaykum obunachilar. Mana kechagi ota quyonimiz qo'shib qo'yganimiz. Bugun bolalar bilan birga qo'yordik. Ota quyon yaxshi, bolalarga tegmayapti. Biz bundan xursandmiz, quyonlarimiz ham bundan xursand. Quyonlarimiz kayfiyati zo'r. Bolalari bugun ko'chaga chiqdi. Ko'zlari ochilib o't yeyapti. Bir xilgi blogerlar, quyon boqarlar aytadi. Yangi boquvchilar bilmay tushunmay qoladi. Ya'ni o't bermanglar deydi. Yaxshi ko'kot bermanglar deydi. Ko'kot bermanglar emas, ko'kotni kam berish kerak. Masalan, 2 hafta, 1 haftada 1, 2 haftada 1 o'rgatish kerak. Chunki ko'kotda ham quyonlarga o'ziga minerallari bo'ladi, ichida vitamin minerallari bo'lgandan keyin quyonlar buni albatta yeb turish kerak. Ko'chada, hovlida qo'yib boqadigan odamlarda albatta bu narsa bo'ladi. Quyonlar o'zlari topib yeydi. Ammo kletkada, qafas ichida boqadigan odamlar 1 haftada 1 marta, 2 haftada 1 marta yo 4-5 kunda 1 marta o't berib tursa bo'ladi. Ichi o'tib ketmaydi albatta. Ichi o'tib ketmasligi uchun o'zi maxsus yemlar bor. Mana bunaqa spetskormlar bor. Spetskorm sabzi bersanglar o'zi ichi o'tmaydi. Faqat o't bilan boqilsa, o't va karam bilan boqilsa, quyonlarning ichi o'tib, quyonlarning ozishiga, besololmasligiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Quyon bolachalari ham yaxshi. Quyon bolachalarimiz bir-biridan go'zal. Quyon bolachalarimiz bugun 20-kuni, adashmasam 10 martda quyon bolachalarimiz tug'ilgan. Bugun 30-mart. Hayit ayyominglar bilan hammanglarni tabriklayman. Yildan yilga hayitlarga o'tib yurish, birga uchrashishi, yana men sizlarni hayit bilan tabriklashni yana xohlayman va istaklarim 1 yilda, Xudo xolisa 1 yildan so'ng katta quyon ferma qurish. Uyimizda quyon ferma, o'zimizning mini fermamni, o'zim biznesimni yaratish. Bunga albatta sizlar ham sababchi bo'lasizlar. Videolarimizni ko'rib, like bosinglar, komment yozinglar. Bizga bu yanada video olishimizga motivatsiya beradi. Quyon haqida, quyon fermamizni sizlarga har kuni, Xudo xolisa har kuni sizlarni kutib qolmasdan video qilishga so'z beraman. Videolarimiz to'xtab qolmasligi uchun like, podpiska tashlab qo'yinglar. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Sizlarga rahmat. Videomizni shutgacha ko'rganingizga rahmat deymiz. Hozir bundan keyingi videoni o'tkazib yormay. Hozir video davomida men sizga kechagi holatni ham ko'rsataman. Bo'lmasa keyingi videoni ko'rishga davom etamiz. Obunachilar, mana kech bo'lganga qaramasdan sizlar uchun, mana fermamiz uchun, kanalimiz uchun video olishda davom etyapmiz. Hozir mana shu tug'ilganiga 21 kun bo'lgan ona quyonimizni erkak quyonimizga qo'shdik. Hozir qochirish jarayoni. Erkak quyonimiz yana 2 marta sakradi, yana kutamiz. 1 kun qo'shamiz, yana 1-2 kun qo'shib, shu bilan ona quyonimizni, erkak quyonimizni, ona quyonimizni ajratib qo'yamiz. Bolalarni emizib, yana 15 kundan keyin bolalarni ajratamiz. Va quyonimiz o'zini yana 15 kun homiladorlik paytida o'zini tayyorlab, joy qurib, keyingi homilasini tug'ishga joy tayyorlaydi. Video olishda davom etamiz. Mana sizlarga qochirish jarayoni qiziquvchilar va yangi boshlaganlar uchun mana video. Maqsadimiz 2 yil davomida katta ferma qurish, katta ferma darajasiga yetkazish. Bu mini fermamizda. Mini fermamiz katta ferma darajasiga yetishida bizga yordam berish uchun obuna va like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Quyonimiz nimagadir jim yo'qotgisi kelmayaptimi bilmaymiz. Video tamom.